Assalamu alaikum muhtaram televizor ko'rguvchilar, ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi Tor televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism muhim xabarlarimizni eslatib o'tamiz. Men Erkin. Men Gulchehra. 21 mart Pichanda 7 yoshli bir Uyg'ur bola bir Xitoy ishchi tarafidan chanab o'ldirilgan. Uchurlardan oshkorlanishicha, vaqa Pichanning Deg'or yeza Karizguli kentida yuz bergan. Vaqaning jarayoni mundaq bo'lgan. Kentdagi 7 yoshli Anqarjon shu kuni tushdan keyin ikki do'sti bilan yaqin atrofdagi bir xumdonning yeniga o'ynag'ini borgan. Bularni xumdonga o'g'irlik qilgani keldi deb tushungan bir Xitoy ishchi Anqarjonni tutib olib, xumdonning yenidagi uyiga ep kirib ketgan. Ahvoldan xabar topgan Anqarjonning dadisi xumdonga yetib olganda o'g'li jon uzib bo'lgan ekan. Deg'ordagi bir kent boshlig'i vaqani hukumatning bostirib o'tganligini aytdi va Anqarjonning jasadini g'avg'osiz qo'ydirish uchun soqchilarning jiddiy harakat oltida turganligini bayon qildi. Vaqani Lukcha yeziliq soqchixonaning siyosiy komissari Pattarjon modelladi. 7 yoshli Anqarjon Xitoy ishchi tarafidan chanab o'ldirilgandan keyin uning urug' tuqqanlari Xumdon atrofidagi Xitoy oilaliklarga hujum qilgan. Hujumda bir qism uylarning eshik derazalari chekilgan. Radiomizga kelgan inkasda bayon qilinishicha, vaqa yuz bergandan keyin Xitoy doiralari vaqaning milliy to'qinishga aylanib ketishidan andish qilib rayonga harbiy avatgan va Xumdonga hujum qilgan bir qism Uyg'urlarni tutqun qilgan. 21 mart kechqurun Anqarjonning jasadini ko'rgan yurtdoshlar g'azabga kelgan va jasadni Urumchi Do'ng bozoriga elib chiqib namoyish qilishga mangan. Halbuki shu kentdagi diniy zot Islom jamiyati a'zosi Abdulla Nuraji namoyishga manganlarga yig'lab yolvurib, ularni raydan yondirgan. Bu yil 8 aprel 1945-yil qurilgan Sharq Turkiston Milliy armiyasining 68 yillik xotir kunidir. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar har xil faoliyatlar bilan shu kunni xotirladi va urush qahramonlarini eslab o'tdi. 1945-yil bahorda Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatı muntazam milliy armiya qurib, Gomindan qo'shinlarini to'liq yo'qotishni qaror qilgan. Mazkur qarordan keyin harbiy ishlar qonuni e'lon qilinib, qudratli milliy armiya qurilgan. Natijada 1945-yil 8 aprel G'ulji shahridagi Vanqodir beg'ida dag'dug'liq marosim o'tkazilib, milliy armiya qurilganligi rasmiy jakalangan ham har qaysi polklarga bayroq topshirilgan edi. Milliy armiya ana shu kundan boshlab toki 1949-yilning oxirlarigacha mavjud bo'lib, Jing, Shixu, Altay, Oqsu qatorliq joylarda keng ko'lamli janglarni qilib, Gomindan armiyasini tarmar qilgan. Milliy armiya 1949-yil 12 oyda Xitoy ozodlik armiyasining 5-korpusi qilib o'zgartirilib, hamda 2 diviziyaga ayrilib, keyin butunlay amaldan qoldirilgan edi. Vaholanki Sharq Turkiston Milliy armiyasi yaqinqi zamon Uyg'ur tarixidagi shonliq sahiflardan biri sifatida xotirlanmoqda. Barın inqilobining 23 yilligi dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar orasida namoyish, yig'ilish shakllarida xotirlandi ve şehitlerinin ro'yiga dualar o'qildi. Barın inqilobining 23 yilligi munosabati bilan 5 aprel Turkiyada bir yurish faoliyatlar o'tkazildi. İstanbul'daki Taksim meydanında Barın inqilobiga aloqador tashviqot varaqi tarqatildi. Barın inqilobining 23 yilligi munosabati bilan 6 aprel shanba Gollandiyada o'tkazilgan namoyishda Uyg'urlar ittifoqlik, vatanparvarlik va xalqparvarlikka chaqirildi. Xatirlash faoliyatlari yana bir qism Yevropa ellari, Avstraliya, Qirg'iziston va Qozog'istonlarda o'tkazildi. 1990-yili 5 aprel Barında bir qism Uyg'urlar tashkillanib, Xitoy armiyasiga qaqshatqush zarba bergan. Gerçi bu inqilob mag'lub bo'lgan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning milliy mustaqillik yo'lidagi muhim inqiloblarning biri sifatida eslanmoqda. Uyg'ur biz to'rining xabar qilishicha 7 aprel kuni Taoyuan nahiyosi Fengshu Uyg'ur yezisida marosim o'tkazilib, bir qism Uyg'urlar islomga qaytib kelgan. Mazkur vaqa Uyg'urlarning diqqatini qo'zg'adi. Mutaxassislarning ilgari surishicha, diniy e'tiqod Uyg'urlarning o'z kimligini qo'g'dab qilishdagi muhim omildir. Bu Xitoy Kompartiyasi hokimiyat so'rab kelayotgan 60 yildan buyon tunji qitim bir turkum kishining kollektiv marosim o'tkazib, hidoyatga erishganligini e'lon qilishidir. Xunanning Changdo shahri Taoyuan nahiyosi Fengshu Uyg'ur yezisidagi masjidda o'tkazilgan diniy marosimda Mo'ng'ullar davri va Xitoyning Ming xonadonligi davrida ko'chib qolgan Uyg'urlarning avlodlaridan mazkur yezida o'ltirishliq 153 kishi kollektiv iymon etgan. Mazkur faoliyatni Taoyuan nahiyolik islom jamiyati uyushtirgan.
Xotan şəhər Laskoy yeza Aqtaş kentidagi 70-80 öylük dehqonning 600 mu terilg'u yeri majburiy tartib elingan. Saqchilarning zo'ravonligiga qarshi chiqqan Maqtoqda Imin qatorliq 3 kishi saqchilar tarafidan tayoq yepli qolmay, balki tutib ketilgan. Vaqa yuz bergili 10 kundan oshgan bo'lsa-mu tutib ketilganlardan texnicha xabar yo'qligi ma'lum. Xotan shaharlik yer boshqarish idorasi Aqtash kentidagi yerlarning yezliq hukumat partkom sekretari Hu Jianhuaning buyruqi bilan tartib elinganligini dalilladi. Möhtərəm televizor kögüçülər yuqorida Erkin Asiya Radiosu Tor televiziyasının haftalik xəbərlər proqramısını görünglar. Kelar hafta ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Xayr xoş. Xayr xoş.